100 tezlik belgilangan joyda mashinamda 101 tezlikda harakatlanadigan bo'lsam, radarga o'char ekanman. Buni sababi shinamni sal kichikroq razmerdan kattaroq razmerga almashtirganim. Hozir bilan mashina qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Zavod tarafdan qo'yilgan shinam 265, 45, 21 o'lchamli shina bo'lgan. Hozir endi qo'yganim 275, 50, 21. Bu o'lchamni o'zini mana biladi. 265 bu millimetr shinaning kengligi. 45 bu shina balandligi, bu millimetr santimetr emas, bu foiz. Bu 265 ni 45%. 21 bu diametr, lekin santimetr emas, bu dyumda. Biz hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa eski shinamiz bilan yangi shinamizning radiuslarini farqini topish. Buning uchun biz общий diametr qanaqa bo'lishini hisoblab chiqishimiz kerak. Bizda bu diametr nima tashkil etadi? Shinani o'zi ikkinchi diska. Shinamizda bo'lsa balandligi 265 45%, buni ko'paytirib 0.5 ga. Bu bo'ladi 119.25 millimetr. Endi 21 dyum bu millimetrga o'tkazgan bo'lsak, 1 dyum 25.4 millimetr. Shunda buni 21 ni ko'paytirib 25.4 ga. Bu bo'ladi 533.4 millimetr. Demak, biz eski balonimizning diametrini topadigan bo'lsak, bir deb olamiz. Balandlik i boyagi diskamizning diametrini qo'shamiz. Bu ikkita bizda 119 va 25 ikkita bor, chunki ichida diskam tepasida i pastda 119 millimetr bo'ladi. Demak, 2 ko'paytirib 119.25 qo'shamiz 533.4 millimetr. Javobimiz bo'ladi 771.9 millimetr. Ikkinchisida ham farq qiladigan bitta narsa shinamizning balandligi. Ikkinchi holatda 275 ko'paytiramiz 0.5. Demak, bu 137.5 millimetr. Diametr ikkimizda shunda nima bo'ladi? 2 ko'paytirib 137.5 plus 533.4 millimetr. Javobimiz 88.4 millimetr bo'ladi. Xo'p, ularning foiziga biz munosabatini topishimiz uchun ikkinchi diametrni birinchi diametrga bo'laveramiz. Shunda javobimiz 88.4 bo'lamiz 771.9. Javobimiz bo'ladi 1.047. Mashinamizning tablosi ko'rsatib o'tganidan 4.7% ga tezroq harakatlanayotgan bo'lamiz. Bu degani agar biz 101 tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsak, tabloda 101 ko'rsatayotgan bo'lsa, biz aslida 101 emas, 101 ko'paytiramiz 1.047. Taxminan 105.8 km/soat. Bu tezlik bilan biz radarga tushib qolishimizning ehtimoli yo'q emas. O'shaning uchun o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Balon qo'yayotganda tekshiringlar. Yana shunaqa gap bor, odamlar aytishicha, mashina spidometr aldaydi, haqiqiy tezlikni ko'rsatmaydi. Ular biza